Tayyor turing, ikkinchi xotinlar kommentda sizga o'q otishadi. Yo'q, mayli, ikkinchi xotinlar nima desa ham, haqiqiy juft haloli bo'lishini istagan ayol o'zini juft halolini kechasi ham yonida bo'lishini xohlaydi. To'ppa-to'g'ri. Men bu yerda ikkinchi ayol bo'lib noto'g'ri qilyapsizlar demoqchi emasman. Uni Bu tanlovi uni aslida. Biz tanlovi. buni ham hurmat qilamiz o'rtoqlar. Men masalan ayollarni ma'shuqasan, ayol emassan ham deb ortiqcha gapirmoqchi emasman. Men shunchaki Bu insonni tanlovi-da. bu tanlov. Masalan, o'sha ayol 2 soatlik juft halolga rozi. To'g'ri, uni nikohiga olgan bo'lishi mumkin, uni hamma aytganlarini qilayotgan bo'lishi mumkin, to'g'ri. Qaysidir ayol bunga ko'nadi, qaysidir ayol aytadi, "Yo'q, meni erim menga har doim kerak." Ya'ni ertalab uyimdan chiqib ketsin, nonushta qilib, obedda yoki to'ylar bo'ladi, birga borishni xohlaydi. Ko'rsatishni xohlaydi, Kechqurun yashirincha emas. Kechqurun yonimda bo'lsin. Men erim bilan ochiqchasiga hamma joyga yurishni xohlayman. Ya'ni bu o'zini sevgan ayol. Mr. X kerak emas deydigan ayollar.